Tarozi 88 kg mana shu qo'chqorimiz. Kiloga necha pul bo'libdi aka mana shu? Yo'q, keliga bas to'p bo'lyapti. Ha, kilosini bilib olganingiz. Rejasi bor-ku, o'rnaroq rejasi bormi? Taroziga mochil seroq ekanlar, xudo xolasa. Mana 88 kg keldi mana shu qo'chqorimiz. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar. Bugun tarozini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bitta qo'yamiz. To'rttasi bitta 84 ming so'mdan baraka yo'q ekan mana shu qo'chqor. Ba'zi bak bıçağdan çıkarabiliriz. Bıçağdan çıkarabiliriz. Tekte çıkarabilirin ya, gel durmayı değil. Tekte. 201 kilo. Ha? İktidası 201. 201 kilo keldi ikkitasi. Kizber. Taşay akolar. 202 kilo keldi. 100 kilodan ekan qo'chqorlar. O aşıga bo'yladi. Endi bu ikkitasi qoldi. Vay. Bu ham 201 kilo. Jam olib to'rttasi 403 kilo keldi ekan. 84 ming so'mdan keladi. Taroziga baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham xudo barakasini bersin kerak. Qo'chqorimiz ham 105 kilo chiqibdi akalar. Lekin 85 mingdanmi bo'ldi akalar mana shu qo'chqorimiz ham. Biz akalar Tergachi bozordamiz. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Tarozidagi bo'layotgan qo'ylar narxini ham sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'chqorlarimiz baraka yo'qdi. Tog'a necha puldan baraka bo'ldi? 43,5 dan baraka yo'qdi akalar mana shu qo'chqorlarimizdan. O'yinga ham sotgan ham xudo barakasini bersin akalar mana. Necha pul so'rayapti tog'a? 200 kg montur ikkalasi. Ikkalasiga. Ha. 13.8 dan 8 bo'ladimi? 13.8 ikkalasi. Kilosi 100 kg yetmagan, 90 kg atrofida bo'lsa kerak. Tushutgan lekin pedani g'alava ekan hali 90 kg atrofida kelsa ham kerak menimcha kerak. 13.8 ga baraka bo'lyapti boshqa qo'chqorlarimiz, xudo xolasa. Hamma bo'ldi deyapti. 14,5 baho aytilgan ikkalasiga, lekin 13.8 so'ralyapti, xudo xolasa. Xolasa mana qo'chqorimiz baraka bo'lyapti. Borib ko'rishdi. Boshqadan xolis aniq bo'lsa 6 million. Bitta gap gapiraman. Bo'yi 85-90 chiqib qoladi. 90 ga yetib bormaydi, lekin 85 plyusda bo'lgan qo'chqor. Bunisi ham shunaqa. Necha pulga baraka bo'ldi aka? 14 millionga baraka bo'ldi akalar. Xudo barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham akalar. Ammo zo'r narx bo'ldi akalar, aytilibdi. Qo'chqorimiz ham baraka bo'libdi akalar, mana xudo xolasa. Menimcha ikkitasi. Ba'zi egalaridan ma'lumotlarni olamiz, xohlasa qo'ldan kelgancha. Necha pulga baraka bo'ldi aka? 17 milyon 650. Uchalasiga 17 million 650 mingga baraka bo'libdi akalar. Olganga ham, sotganga ham xudo barakasini bersin. Xudo xolasa qo'chqorlarimizni kilosi bular 100 kiloga chiqmaydi hali. 90 kilo pelyusda bo'lgan qo'chqorlar. Bular hammasi hali bosh ekan, ozroq ekan. Ya'ni kichikroq ekan. Badallari ham o'rtacha ekan, hali boqmagan hojiba. Hali boqmagan qo'chqorlar. Boqadigan ekan lekin. 90 kilo, 85 kilo bor. 580 dollar. Ha. Ozg'oroq ekanda bu. Lekin sifati zo'r ekan janob. Xudo barakasini bersin akalar. Xudo xolasa savdo bo'layotgan jarayon ekan. Necha pul so'rashyapti o? Ikkalasiga. 15 million 500 mingga ikkala qo'chqorni so'rashyapti ekan. Lekin kilosi 100 kilo keladi.
100 kilo keladi. Lekin buni semiz ekan mana shu qo'chqorimiz. Mana kelar. 785 atrofida chiqadigan qo'chqor ekan. 100 kilosi badani semiz ekan. Men ichidan yeb turgan shekilli tuyoqlar ham o'sib ketdi jonivorda. Bir joyda turib yegan ekan. Xohlasa. Nech pul deysiz o'zi? Nech pul deysiz o'zi? Barxan nech pul deysiz? Ha, ikkalasi 20 deyishgan ekan, 15,5 so'rashyapti ekan. Lekin sifati yaxshi ekan. So'ygani ham zo'r aytadi mana shu qo'chqorlar. Xohlasa. Tomanda ham baraka ketyapti, xudo xohlasa. Men ham tusamisiz jazma beanaqiga beqarab qo'shib beraman bo'lsa men 25 ming o'ynab berib yuboramiz. Bo'ldi. Qo'shsang beraman degan erkakni lazim. Men o'zim yo'lroq deyman. Qancha so'rashdi og'a? Bersangiz mana hali ham qaytmayman. 58,5? Qo'shib ber degan. 23 ga 59. 5 million 875 ming bo'ladimi? Hop, men mehnatga pul topsam, men o'zim pul topsam qiyin. Shamla boqmay ekan qo'chqorimiz. Sali qo'zi ekan-a? Hali yosh narsa ekan mana shu qo'chqorimiz. 5 million 875 mingga so'ralyapti ekan. Qo'shib berdi-da. Haligi bittasini yana tashlayman. Nech puldan aytdi o'zi buni? Nech pul dedilaring? Narxi? Tog'a. Yo'q, nech pul dedilaring o'zi? Narxi nech pul dedi o'zi tog'a? 7 million deyishibdi lekin. Beradigan bo'lsa bitta o'sha qarab. Bor beragan. Bilaman yo'lga ketaman shu pulga. Biroz mana siz arqonni bayramda kelganman. Usamisiz? 25 ming kam 59. Qo'chqorimiz sifati ham yaxshi ekan. Toza kechdan ekan jonivar. Sifati kechdan ekan. Nech pul so'rashyapti? 100 kam 14. 200 kam 14 ga mana qo'chqorimiz. 300 kammi? Lekin boqma ekan. Bo'yi 95 atrofida chiqib qoladi qo'chqorimiz. 14 ta yolg'izni boqlarni. Aka 14 ga o'tib bering, chiroyli qilib. Yurib ber deyapti. Aka yurib berdim, aka. Bering chiroyli qilib. Ammo To'rga ustiga yurib silab berar ekanlar. Lekin 300 kam 14 narx aytilyapti ekan. Mana. 4 sotmadim. Nasib sotmadim. Nasib bu. Yo'q. Mana handi pulimga yalanaman. Mana 2 so'm o'tib qolsa oldim mana. Xursand bo'lsangiz, men oldim mana shu narsani. Endi bering, xotin. 13 million. Mashinaram. Yapti ishi. Tergachi bolalarimiz aka like tugmachasini bosib qo'ying kelar. O'tib bermagan, o'tib bermagan. Bo'ldi boshqa gap. 14 ga mana. Bo'ldi boshqa. Barakasini bersak. 14 millionga barakasi bo'ldi ekan mana. Olganga ham sotganga ham xudo barakasini bersin. Mana hurmatli tomoshabinlar, savdo baraka bo'layotgan jarayon xulosasi. Vatanimiz o'tadi. Aka nech pul deyapsiz? 23,5 million so'mga shekillar qo'chqor. 0,5 olyapti. X qilsak o'zini holati ko'rinadi. Lekin 120 kilo ustida bo'lgan qo'chqor ekan akalar. Narigi sizdan ham kattaroq ekan. Boquvchi hisobida olyapman. Tog'a nech pul deysiz o'zi narxini? Dijirim 3,5 million kichkina pulim, ha. Agar rozimisiz? Shuncha puldan men deydilar. Sen jalib qilmasmi shunchaki? Beni o'ynakka bering. Narigi sifat ketdi ekan. Kilosi 120 kg ustida. Oshig'a? 140-150 chiqadi. Ha, bunisi 140-130 bu 100 yaqin ekan. Bu katta ekan hamda janovar. Xolos. Bu tomonda ham savdo bo'lyapti akalar. Bozorda ertalabda savdo boshlanib ketdi akalar, xolos. 3 million 500 ming.
Tog'a ish bildilar? Aka Ish şu anda bildilar, 250 mi 250 mi o'tib Bittasiga o'tib beryapti, xolos. Bittasiga mayli. 250 mingdan Savdo jarayoni. Qaysi savdo bo'lyapti ekan? Narigisi 80 ming. Ha, ikkalasiga. Ikkalasiga 80 mingdan narx aytishyapti. 81. Ikkalasiga 7,5 baho bo'lgan-a? 7 ga 8. Savdo bo'libdi. Bunisi hozir narigisi badan semizroq ekan janovar. Xudo xolasa. Savdo mana shu qo'chqorga qizyapti ekan. Lekin 150 kilo qo'chqor. 200 mingdan o'tib bersa olib ketadilar. Dangalda. Hech kim o'chirga yetmaydi. Savdo juda. Bittasini bering, bu 12 millionga yo'qmas, aka. Hech kimga berasiz. Ha? Aka qo'shmasam bermayman. Keyin qattiq qilyaptilar lekin. Oxiri 23.8 ga chiqdi ekan. Savdo juda ham qattiq bo'lyapti mana shu qo'chqorlar ekan. 100 ming bor. Bittasi 5 pul berasiz, aka, buncha berib ko'ring. Jon aka. Siz ayting, uka buncha bering. Mana ketmaydi bu qo'chqor. Qo'chqorlar savdo bo'lyapti ekan. 80 mingdan so'rashyapti, 5 ga o'tib berasan deyishyapti. Savdo juda obuna bo'lishni unutmanglar, doim ravishda bizning kanalimizda yaxshilar chiqib boradi akalar. 12 millionga Onunga ham sotgan barakasini bersan kerak. Obuna bo'lib turing, xolos yaxshilarni chiqarib boramiz. Ya endi yo bir ikkilanasiz. Yo tog'a menga qarang. Keng barbaraka Qo'shqorlar baraka bo'lyapti. barbaraka oldim, rozimisiz? Mana 5 kiloga men aytdim. Barakasini bersan kerak. Nech puldan bo'ldi aka? 80. 80 mingdan taroziga. Nega aka? Mana shu qo'chqorlar taroziga baraka bo'ldi 80 mingdan hozir. Tarozini ham ko'rsatamiz akalar. Qo'yvarim. Qo'yvarim. 101 kilo. 101 kilo chiqdi. 101 kilo. Bunisi hali turmayapti janovar. Bu 108 kilo. Kelasi 209 kilo keldi aka. Yetti kilo. 107 kilo keldi. 80 ming so'm ekan. 100 kilogacha bo'lgan qo'chqorlar 100 kilo atrofidagi qo'chqorlar 80 ming, 82, 83, 84 gacha bo'lyapti ekan. 94 kilo. Nech puldan bo'ldi aka kilosiga? 84 mingdan. Baraka bo'ldi aka. 90 ming hali. 15,5 so'rashyaptimi? 15,5. Bu ham 94 kilo, 95 kilo ekan. 95 kilo. 1 kilo farqi bor ekan. 84 mingdan baraka bo'ldi akalar. Xudo xolasa olganga ham sotganga ham xudo barakasini bersin. Barakasini bersin. Eng qo'chqor. Oxir nech puldan kelishdilaring? Qo'llab turasiz. Qo'llab turasiz. Bo'ldi, turaversin. Qo'l paroldan tursangiz bo'ldi. 87 kilo. 87 kilo. Nech puldan bo'ldi aka? Hali baraka bo'lmadi akalar. Aka 80 kam aka. 80 kam aka. Sana vol qo'laversin. Aka chiqar qo'shing. 93 atrofida keladi. Aka yaqin. Bu 87 kilo chiqyapti aka. 93 kilo, 94 kilo atrofida keladi qo'chqorlar. Tarozini nachaq qo'y.
Mana shu qo'chqorimiz o'ziga savdo bo'lyapti ekan. Nech pul qildi deysiz qamini? 6 milyon 200 ming. 62 ga, 6 million 200 mingga so'rashyapti ekan. Mana shu qo'chqorimiz ekan. Lekin 0.5 solyapti ekan. 6 million 200 ming so'm ekan mana. Aka, malaka. Qarasam, Sifati ham yaxshi ekan. Toza simjo'naga mana shu qo'chqoram. Nisa arash qizil. Qizil qo'y bo'lsa alginadi. Buni Aralashar, hali oqodim. Savdo avjida ekanlar, xudo xolasa. akajon. Xo'p, gaplarni oldim. Bering. Bering shu hojaga gaplarni. Bere. Meni gapim gap, aka, men gapim olmam. Nech pul bilan aka o'zi buni? 6 milyon 200. Yo, o'zi nech pul bilan narxini? Yo, jukkami? Nech pul deding? Endi buni ham jazga 18 ga, 9 dan to'g'ri kelganda ham kelasiga. Peki jaz deyapsiz. Yosh qanaqa aka buni? Ya bag'rimdan ol. Ha, 2 ga chiqqan. 2 ga chiqdi aka. Xolasa. Olavering, boqib olaverasiz. Keyin o'zim olaveraman.